Do'stlar, assalomu alaykum. Biz yangi loyihani bugundan boshladik. Bizning ilk mehmonimiz Cherifun. Sardor, taom tayyorlashimiz kerak. Ovqat ko'ringlar, bombasi bo'ladi. Faqat shartlarimiz bor. Pichoqsiz ovqat berasiz. Pichoqsiz. Ish qiroling soz bo'lsa, rangi ro'ying soz bo'larmidi? Ashuna Bo'l. ko'payib ketdi. Siz o'qisa lekin menda azayib. Hamza sal mehr kamroq qo'shyapti. Sizlar Hamza deb yozgani bilishadi deb o'ylamaganligini. Qarang, men siz ovqatingizni maqtadim-ku. Mana sizga. Wow, buncha zo'r. Shu joygacha olib tashlang. Ne montaj qilayotgan mana joy o'zim. Hamza o'ziman balig'i juda yomon ko'raman. Yemayman o'z balig'i. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Taom tayyorlashimiz kerak, faqat shartlarimiz bor. Bu idishimizda qatdan bozor qilishimiz yozilgan. Bunisida bo'lsa, qancha budjetga bozor qilishimiz narxlar yozilgan bunda. Davay qatdan bozor qilishdan boshlaymiz. Yo'q. Ha. Ya budjetni birinchi aniq qilamiz. Budjetni aniq qilaylik. Menga ham shu qiziqchi yildi. Oho, menga 100 ming so'm tushdi. Menga 200 ming tushibdi. Uzr endi. Xo'sh. Ko'ramiz. Bozor tushsa osonroq bo'lardi-yu. Oh, market tushdi. Mana. Wow. Bo'lgan ekan. Oh, Alayski bozor. Bu ham qiyinroq, chunki Alayski 200 ming qilsa bo'ladi Alayski. Ha, qimmatroq premium narsalar, qimmatroqligi menga yoqyapti, chunki sal qiynaladi o'zi. Bozorga ketdik. Go. Bozorga ham yetib keldik, lekin budjetimiz cheklangan. Barakasini bersin. Bozor qilishni boshlaymiz. Shart bo'lsa sharti 100 ming pulimni olib, endi marketga kelib oldim. Endi bozorning jinnisini qilamiz, ovqat ko'ringlar, bombasi bo'ladi. 86 mingdan mol qiymasini olamiz, yarim kilo olsa, 40 ming qanchadirdan tushayotgan. Budjetdan kelib chiqib, bugun baliqdan steak tayyorlashga qaror qildik. Buning uchun RMartdan bozor qilib olamiz. 2 bo'lagi kerak bo'ladi. Chiroyliroq chiqadigandan kesib bering aka. Sizga ishonaman, dudda qilib berasiz. Rahmat, charchamanglar. Bitta apelsin, bitta limon kerak. Aka, bitta dona sabzi и bitta dona ko'k piyoz kerak menga. Hop, ko'k piyoz olamiz. Kashnich olamiz. Bo'ldi, ovqatimiz idealniy bo'ldi o'sha. 11 mingga 9 ming bo'lsa 20 ming ziravorga ketdi. Spicelar ovqatinglar yana ham mazali chiqarib, bugun men buni isbotlab beraman Hamzaga. Oxirgisiga 13 mingga guruch olman, xullas. Menimcha 7 mingcha zapas pulim bor. Hozir xayolda hisoblab olman. Menimcha ozgina tuzi bilan, ozgina yog'idan beradi. 7 ming berib yuboraman Hamzaning o'ziga. Vazir berasiz aka, kamroq olaman. Rahmat, kattakon. Nima deb o'ylaysizlar? 100 ming pulim bor, yetarmikan? 1800 minggacha berishdi. Hamza rozi bo'lasiz, yog'ingiz bilan tuzingizga. Bozorlikni qilib bo'ldik. Sizdan keyin yonimdan beryapman. Bozordan pul qolmadi. 98,200 so'm bo'ldi. Ozgina tuz bilan yog'iga yetmadi-da. O'shanga men bu pulni olasiz, rozi bo'lasiz. Ana 1800 so'm. Ozgina yog'ingiz bilan shu anu tuzingizni olaman bo'ldi. Shu bilan rashid. 1800 so'mga. Mendan yog' bilan tuz. Ozgina. Zivachka berishim mumkin bu pulga faqat. Tan olishim kerak. Ozgina oshdi. 200 ming budjet bor edi. 12 ming so'm ko'proq rasxod qilardi. Yarimta apelsin, limon qilib ozgina to'g'rilab olmadingiz. Siz shartingiz bo'yicha chiqib keldi. Endi men shartimni qo'shinglar. Shunda men ham rozi bo'laman siz 10 ming ko'p qilganingiz uchun. Mayli, shart olamiz. Qanaqa shart? Improvizatsiya qilish kerak. Pichoqsiz ovqat berasiz. Pichoqsiz? Qo'lim obtajimdan ko'raman. Mana qo'lingiz bor-da, shu qo'lingizni ishlating. Nimadir improvizatsiya qiling, yo vilkadan qoshiq bilan ishlang. Amallisiz. Mayli, aybimga iqrorman. Tan oldim. Rozimiz bunisiga ham. Boshqa variant yo'q menimcha. Mendan keyin keladiganlar ham shu ushlab olinglar-da, qastirib kulchoy joyini. Shart berib yuringlar. 1700 so'mmi? Bo'pti, sham 2 gram tuz kamroq olaman, 1 gram yog' kamroq olaman. Bo'ladi. Boshladi bo'lmasa. Siz do'stga nima ishlatasiz? Men buni kesaman, men buni ozgina kesaman. Qanaqa kesasiz? Pichoq ishlashga ruxsat berilmadi. Kallani ishlatishga ruxsat bor, to'g'rimi? Kallani ishlatamiz. Qale. Pichoq. Ani kuxnangizda borligini bilgansiz-da, o'shanga bo'pti, roziman deb o'rgansiz. Endi shartsiz berdingiz. To'g'ri, pichoq bo'lmasa ham ovozni eshiting. Asabiy temirdi, pichoq mazza ishlatayotgan, mazza qilasiz. Bizda tarafdan qiyos chiqar. Do'stingiz yarimidan
Ha, do'stga mumkin, pichoq mumkin masalan. Ha, o'tmas ekan-ku. Net, anaqa qiling. Bo'ldi, topamiz. Ishlaydi, keyin chiqarib olasiz buni. Yo. Oxirigacha kurashamiz. Sizlarning videolaringizni qilasiz-ku. Bunaqa qilganingiz, bunaqa qilsangiz ani effektli bo'lib qoladi-yu. Ishlamas ekan bugun. Qani, bundoq qilganingiz to'g'ralib qolmayapti-yu. Pichoq o'tmaydi, to'g'rimi? Qani? Nimasidan teshamiz? Открывашка o'xshab. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Kecha limon ham bunaqa hali xo'rlanmagan. Nima soldi? Voy. Siz ham ko'zingiz achisa, men ko'zim achishib ketyapti. Dekor ham qilib tashlash kerak bunaqa narsalarda. Harakat qilamiz. Ancha bir kun oldim mana shu narsani borib pichoq chaqlaydiganlar chaqlatib kelgansizda, qiynalmayapsiz cho'ta. Men siz taxminan bildim nima qilayotganingizni. Siz mendan nima qilayotganimni umuman so'raganingiz yo'q. Qiyma, piyoz, guruch ko'rdim. Menimcha aniq siftildan nimadir qilyapsiz. Deganingizdan og'izlaringizdan suvlar chiqadigan. Voy, mazza. 100 shunaqa ovqatlar qilib, uyda bemalol yeb ko'rishadi keyin. Hop, sizniki nima? Baliq o'zidan har xil narsa qilsa bo'ladi-yu. Siz qanaqa padacha qilasiz? Farel, steak qilamiz. Sousi bo'ladi, garniri bo'ladi. Ko'rib baho berasiz, keyin pishib olsin. 700 so'mlik tuz sepib bering. Mana o'zingiz bilasiz-ku. Mana 3 marta bosasiz. Ha, bosdan qo'yib bir yana. Bo'l. Ko'payib ketdi. Siz o'qisa lekin mendan azayib. Mayli, ozgina beraman. Bering. Bo'ladi. Okay. Diravori kashnichidan. Buni o'zimiz ani pulga sotib olganmiz. Buni Hamzadan olmaymiz. Bilasiz nima olishni? O'zimizda zirralarni yaxshi ko'rib yeymiz biz. Lekin bu yoqqa tepaga Rossiya tomonga chiqib ketgan sari zirrani yomon ko'rishadi ular. Osh qildirishsa ham o'zbeklar borsa, zirra soldirishmaydi. Zirrani kamroq sol deydi yoki. Rostdan, mana shu yengillik bu info. Masalan, men o'zim endi shu narsaga qiziqqanim uchun mana shimol tomondan pastga qarab ekvatorga yaqinlashgan sari, borgan sari ziravorlar kuchliroq yeyilish boshlaydi. Chunki mana Hindiston deysizmi, Arabiston, mana shu ziravorlar kuchlisini yeyishadi. Bizda imbirlarni 50-50 xolashadi, lekin u yoqda sevishadi imbirni. Sabzini ham pichoqsiz. Ish quroling oz bo'lsa, mehnating oz bo'ladimi? Shunaqa deyishardi-yu. Voy lekin har qanaqa bilan sal bu sergililardan boshqacha edi menimcha. O'zingiz bilsangiz ayting. Ish quroling soz bo'lsa, rangi ro'ying soz bo'larmidi? Ashuna ding deydi. Siz bu yoqdan keldingiz. Chorva tomonidan. Chorvalardan. Iborani to'g'risini kommentga yozib ketinglar, to'g'risi. 100%. Men zagatovkamni yarim tayyorlab oldim. Zagatovka baluga bo'ldi. Hop, baluni apelsin bilan birga pishiramiz. Neobichniy maza bo'ladi. Sousimiz sladkiy sho'rroq sous bo'ladi. Uning ichida apelsin, limon, soyamiz bor. Baluga qo'shamiz. Juda ham boshqacha maza beradi. Garnirimizga guruch bor. Hozir buni yuvishimiz kerak. Hamza mana bitta sizlarga ovqatni tushuntirguncha men tiftilimni dumaloq qilib chiqdim. Hammasini bo'lib mehr bilan. Hamza sal mehr kamroq qo'shyapti. Европейский sal mehr. Yevropada mehr kam demoqsiz. Chiqmaganman lekin. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz qaysi bo'lgan bo'ladi? Kartoshkani o'zi sevardim. Yo qovurib berdim yoki pyure qilib turib sariyog' solib ezib berdim. Bu men uchun ovqat hisobida o'tib ketardi. Keyinchalik yaxshi ko'rgan ekansiz-da, kartoshkani cho'g'itiga tiqib qo'ylardi. Hech lekin men yomon xotiralar qolib ketgan o'shanda. U menda bo'lmagan, nimaga bo'lmagan? Biz domda yashab katta bo'lganman. 11-12 yoshimdan keyin uchastkaga ko'chganmiz. Uchastkada o'choqda ovqat qilmaydi, baribir gazda ovqat qilinadi. Bunaqa narsa cho'g'ga tiqib qo'yib, uni yeyish ko'rmagansiz kalidon? Ko'rganman. Yo'q, ko'rmaganman. Men yoshligimdan hali ham yaxshi ko'raman. Xonim bozor xonimi bor-ku. Voy, sochni tamatli quyilganlar. Sevardim. Yoshligimda shunaqa orzu bo'lardi. Katta bo'lib ko'proq pul topganimda bozorga borib tog'orasi bilan sotib olib, tepasida yeyman degan orzum bo'lardi. Hali lekin amalga oshirmadim. Yo'masangiz ham keyin bir tog'ora endi. Men ham shuni o'ylayman. Bu menda ham xuddi siz aytganingizdek anu bo'ladi-yu. Yupqigina bo'lardi-da. O'zi ham shunaqa yumshoqqina ketardi tomoqdan anu. Bitta ikkita olsangiz to'ymas deydi yoshligingizda. 100%. Kam yesangiz, xuddi to'ymagandek bo'lasiz, keyin yana yegingiz kelaveradi. Shu alamingiz qolib ketgan ekan. Xuddi shunaqa. Yoshligingizda bo'kib qolmasin, Hamzada kamroq berishgan sizga birosta. Menga qancha bo'lsa kamda tuyuladi. Amalli emas, Yaxshi.
Shartga oson bo'lmayapti. Menga oson bo'lmadi, 100 ming. Zato anu dachalarga chiqishadi bolalar. O'shanda bu opt bo'lyapti-da. Anu choy yo'q bo'lsa demak ovqat qilmaymiz deb bahona qilishmaydi, qidirishadi, anu instrumentlarni olib ko'rishadi, sixlarni qilib ko'rishadi, bir nimadir ideya qilishadi-da endi. Bu vaziyatdan chiqsa bo'ladi. Shunaqa. Qoldingizmi? Ha, tugatdim men ham, bo'l. O'qish boshlaymiz unda. Bo'l. Gazga qozonni Apparatni ishlaysiz. Ha. Tartib beraman lekin yopib Oo. Siz qanaqa yaxshi insonsiz. Ko'rdinglar, Hamzani yomon deb o'ylaysizlar. Buni zo'r bola bu. Billa video olganimizda polni kommentariyada qizlar hammasi Hamza deb yozgani bilishadi deb uylanmaganligini Hamzani. Oo. Qozonlarsiz degan zo'r. Cho'tki sinopsiz. Yoqdimizki? Ha, bo'ldi. Tepadarka qilaman xo'sh. Yes. Anu, boyaga sotilgan yog'im bor edi-yu. Ma'lum. Bosaverasiz. Bismillah. Voy. Yana ham mazali bo'ladimi? Saharlarda kishining kunduz Guruchga. Guruchlar ham sopib boshqachasi. Limon solib ko'rganmisiz hech guruchga? Guruchga yo'q, ishlab Solib ko'ring. pishgandan keyinmi yoki pishirayotganda? Pishirayotganda. O'zgarish bo'ladi. Kusi vahshiy boshqacha qo'radi. Shu yoshligingizda pyure bor-ku, o'shani sindiradi. Yoshligini sindirishi mumkin, lekin yoshlikning zavqini sindira olmaydi. Uni yoshlikdan xuddi o'zingiz eslab ko'mirga tiqib qo'yib u kartoshka mazali kartoshka hisoblanmaydi. Yo'q, mazali edi. Men yeganim mazali. Yoshlikdagi zavq bilan mazali-da. Bakteriya, gigiyena degan narsa to'g'risida o'ylamaganmiz-da. Qorasi bilan mashtimiz qop-qora bo'lardi. Yeb yuraverardi u. Tomatni o'rniga bunaqa krasniy peres solganman. Buncha ana pulni ekonom qilish yo'lida bolgarskiy quritilgani bo'ladi, maydalangani. O'shani olib, sosinglar, mana shu tomat pasta o'rnini bosib, ovqatinglarni qizartirib beradi. Va masta va qiraslar va bayt tog'larga chiqqanda boshqa qilganda rosa kerak bo'ladi. Shuning uchun mashina olsanglar bo'ldi. Ham arzonga ham tushasizda, ham o'tda tomat pasta qolib ketib olib bo'lmaydi. Qattiq ishlatish kerak. Spice Expertdan boshqasi bo'lmaydi. To'ppa-to'p. Qolganlari unaqa rang bermaydi. Bu oldindan bizani do'stimiz bo'lib kelganda, qaysidir joylarda ovqat qilganimizda uyaltirib qo'ymagan, mazasini ochib beradigan. Mana shu masala bo'ladi-da, ziravor bo'ladi. Voy. Piyoz o'zi boshqacha qovuryapti-ku. Bitta mana bunga bog'liq. Kimikligiga bog'liq. Mehr bilan solib qo'yishadi. Mana qilib. Voy. Ketadi. Aslida zira ham soling, dodda bo'ladi, ishoning. Agar buni voqliroq saxiylik qilganingizda, teftirni ichiga solardim. Endi siz ozgina keyinroq ziqnali qildingiz. Ziqnali qilmadim, men band edim u payt. Hozir men ko'rib qoldim. Bunaqasi. Sizlar kimni chaqirishingizni aytib qo'ying, men aytib qo'yaman u odamga. Kelinglar, Hamza ishxonasi hamma narsa bor. Chaqiringlar. Chao Pestri taxallusi bilan Abduvali aka bilasiz. Agar ular ancha Artel kompaniyasida katta lavozimda bosh oshpaz bo'lib ishlagan. Даже chet elda Fransiyada ham o'qib kelishganda. Menimcha ular chaqirsangiz ham men videoyimizda asar qilgan, videoyingizda zo'r bo'ladi. Chunki mana chet elda ko'rgan odam, chet el oshpazni ko'rgan odam yaxshi ma'lumot bera oladi obunachilarimizga. Taklif qilib ko'ramiz Abduvali akamni. Kelsalar, juda ham men xursand bo'laman alishni. Abduvali akam yo'q demanglar, kibri yo'q, yaxshi inson. Xudo xolasa Abduvali aka обязательно taklif qilaman. Joyini kesib, tashib bersangiz o'zlariga ham tashab qo'yaman. Men gaplarga gap qildim deb. Bo'l. Hamza shuni boy 2 so'm qoldi. Tuzum mana rashot bo'ladi. Boshqa so'ramayman, o'sha tuzni bering. Qaranglar, hisoblab turinglar. 2 so'm deb bo'ladi. Bo'ladi. Saxiy insonni borligidan foydalana olish kerak. 5 so'mlik savordan rozi bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Boy bekor meni xafa qildingiz. Ya siz gapimdan keyin saxiyligingiz ko'rsatganlarini ko'rsatyapsiz. Bo'lmasa ko'rsatmasdingiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana, beyzbolni qoptogidek bo'lar ekanda. Lekin bitta bu porsionli bo'ladi. Hozir mayda Xitoy Afrikaga tortib ketib qoladi. Tefter deganda odam bitta yeganida mazza qilishga bu og'zi to'ladigan bo'lar ekan. Mazza, okey, qorni ochga tortdi. Oxirigacha savasi. Endi buni hali oshpazsiz-ku. Qancha vaqtda pishadi? 35-40 minutda pishadi. Menimcha 40 minutdan oshsa kerak. Shunaqa. Milliy ovqat shunisi zo'r, o'zini pishiradi. Yevropeyskida har bitta mayda-chuydas bilan alohida ishlashingiz kerak. Bir ancha idish kir qilasiz. Shunaqa.
agar oshni yevropaliklar o'ylab topganini tasavvur ko'ringlar. Guruchni alohida qozonda pishirib olishadi, sabzini alohida qozonda pishirib olishadi, yog' alohida qozonda qizdirib olishadi. Xullas, u osh bor-ku, bugun pishmasdi agar yevropaliklar o'ylab topganida. Balig'i qovurib olish paytiga keldik. Xudo xolisa 5-6 minut vaqtimiz ketadi. Forel balig'ini pishirish jarayoni boshlangan. Ko'p qovurilmaydi, har bitta tarafi где-то 40-45 sekunddan o'rtoqligida pishirilsa bo'ladi. O'zi juda ham foydali baliq. Endi rozmarin bilan qovuryapmiz, yana ham aromat kuchli bo'lishi uchun. Ko'p turib qolsa ham bo'lmaydi, rang ketib qoladi. Qurib ketadi bu baliq, juda ham nozik. Rangini ham ko'rsanglar bo'ladi. Ayni mana shu rang eng ideal hisoblanadi. Bundan buyog'i уже kuyishga o'tadi. Kam bo'lib qolsa yetmay qoladi. Hozir idealniy sochniy paytida. Hamza, o'zingizni qiynab shunaqa qiyin ovqat tanlashyapti. Hani solib qo'ydingiz, bo'lib qaynab yotibdi. Har bitta qiyinchilikning orqasida davom ettiring. So'zni davom ettiring. Rozmarin hidi yoqadi. Zo'r chiqadi. Ishga marhamatga chiqdingiz-a? Qanday bo'ldi shu? Zo'r bo'ldi. Xudoga shukr. Masalan, yoshi katta oshpazlar bilan tushdim. Masalan, shu 20 ta oshpaz orasida 4-o'rinni oldim. Juda o'pitli edi. Juda zo'r. Hamza bilan ustozimiz bitta osh bo'yicha aytgancha. Biza bitta ustozni, bitta shogirdimiz o'zi. Tengdoshmiz. Shunaqa. Men voqliroq oshga qiziqib, 15 yoshlarimdan oshga qiziqib shogird tushib davom ettirganman. Hamza sizda necha yosh bo'lgan? Men 18 yoshimdan oshga borganman. Men ustozim bilan shu 1 yilcha davomida birga bo'lib, keyin men boshqa restoranda o'qitib oshirish uchun chiqqanman, boshlaganman. Shu orada Hamza ham shogird tushgan, o'rgangan. Bitta paytda shogirdlik qilmaganmiz lekin. Bitta paytda bo'lmagan, lekin bitta ustozni shogirdlarimiz. Hozir ko'rsatib ustozimiz ko'rgandan keyin nima deyiladi xudo biladi. Telefon qilsalar kerak. Men apelsinni ham qovurib oladim. Bitta. Baliq o'zini yojik bo'lib, aytoni yumshoqqina bo'lgani uchun orada anu treshini berdi-da mana. Men oralarni so'plari bor. Qarang, har bittanasiga bahoningiz bor ekan. Azlashaman zo'r. Nimaga yomg'ir yog'ib desa, ekinlarga yaxshi deydi. Nega yosh chiqdi desa, tezroq qizaradi fruktamiz deydi. Baxt qidirsang, baxt topasan. Anu qiyinchilik qidirsang, qiyinchilik topasan hayotda. Rosa kitob o'qiysa. Yo'q, aqlli gaplarga yaxshi ko'raman. Mana tegli vajusini birinchi bo'lib ovqat tagiga suzib olamiz. Nimaga ustiga emas, tiftillar qo'yganimizdan keyincha ana rangini shuna bo'g'ib qo'yadi bo'lmasa. Tiftillarni yojik qilib, mana bu shirali bo'lgan bo'lyonini ko'ryapsizmi? Shuni olamiz deb. Mana ustidan qo'yib yuboramiz. Hamma shirasini chiqarib yuborgan tiftillarni ustidan yana shu shirasini o'ziga qaytarib beramiz. Ishtahani ochishdan biz o'zimizdan ko'p piyozlardan azgina sep qo'ysanglar, yeyotganinglarda ham zelin tamom turadi ovqatga. Ovqatlarimiz ham tayyor bo'ldi. Milliy ovqatga gap bo'lishi mumkin emas. Men ko'rinish juda ham yoqyapti, yegim ham kelyapti. Endi bitta tatib ko'rib baho beramiz ta'miga. Ovqatdan almashib olganmiz, chunki men o'zim ovqatimni yesam, men qancha vaqt desam tugamaydi video. Hamda o'zini ovqatini qancha vaqt desa, shuncha video tugamaydi uchun. Ichida sochni bitta lekin. Qarang. Shu yorib yoribsiz, Zardor. Tuzini o'lchab bergan bo'lsam, 1700 ml tuzga ham tuzlarni zo'r keltiribsiz. Go'zal. Juda ham mazali. Asosan nima bilasizmi? Mehr. Mana bu. Mehr. Mana mehr. Mana baliq qilib yoribsiz. Chunki mana baliqcha ko'p yog'li qovursangiz, ichida so'qlarcha ketib qoladi. Buni kam yog'li qovurganingiz, ham rozmarin aromat, maza. Juda zo'r. Balig'i odam emasman, to'g'risi balig'iga katta bo'lib balig'i zo'r tushunadigan bola emasman, lekin yaxshi yomon pishganini bilib bera olaman. Bu zo'r pishibdi. Mazasi ham cho'tki tuzi past yoki murchib, hamma narsa ideal. Bomba. Ana endi aytinglarchi 200 mingga baliq mana shu guruchlari bilan yegan bo'larmidinglar yoki 100 mingga mana bunaqa teftel sho'rva. Kommentariyada yozib ketinglar.